Farg'ona tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Markaziy dehqon bozorida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikni oshirish maqsadida amaliy mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulot davomida bozor hududida yong'in yoki boshqa texnogen favqulodda holatlar sodir bo'lganda amalga oshiriladigan harakatlar ketma-ketligi amaliy tarzda namoyish etildi. Xususan, yong'in aniqlangan paytda tezkor xabar berish, aholini xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, yong'inni o'chirishning birlamchi vositalaridan to'g'ri foydalanish hamda tegishli xizmatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik masalalari sinovdan o'tkazildi. Shu bilan birga savdo rastalari egalari va bozor ishchi xodimlariga gaz ballonlari va elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Mashg'ulotlar jarayonida ishtirokchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida savol-javoblar ham tashkil etildi. O'tkazilgan ushbu o'quv mashg'uloti aholi gavjum bo'ladigan maskanlarda xavfsizlik darajasini oshirish, favqulodda vaziyatlarga nisbatan tezkor va to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.